Tak. Ko'ryaptimi grafik? Ko'ryapti. Yo'q. Nerede ko'ryapti? Savolga javob beraman. Nerede Sirojiddin aka. Ha, Sherdoman aka. Alo. Eshitilyaptimi? Eshityapti, qarang. Eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Mana qarang. H4 da o'yin bor. H4 da birinchi yelkasi keldi. O'yin bor H4 da. Mana shuni tanasini shpilkasidan oldim zonani. Shu zonamizni. Mana shu zonamizga kelgandan keyin H1 ga olib o'tasiz yoki M30 ga nima qarilyapti? Kechqurun yarim kechasi. Qarang aka, shu zonani kelgandan keyin M30 da yoki H1 da olib o'tasiz. Aha. Tak, zon kelyapti. M30 da shunaqa holat qilib ketyapti yana. Bu H4 dagi QM nechiga M30 QM qilib ketyapti. Ko'ryapsizmi? Aha. Mana olib ko'rsataman sizga. M30 ga oldim. Switchaga oldim. Tilla chiqib qoldimi yana tepa? Mana qarang aka, siz bu yoqqa e'tibor qilmang endi. Zonani siz H4 dan olib qo'yasiz, tamom, boshqasi bu tomonga umuman e'tibor qilmang endi siz. Shu zona ichiga kelgan, Aha. keyin enter qidiring. Mana qarang, zona ichiga keyin QM hosil qilgan narx keldi, bum, sel. Bo'ldi, ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ustoz, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. O'z charchamay namoz oldilarmi jang? Haftalar boshlab. Ha. U yomon ketdi-yu hali. Mana qarang. Endi o'yin qiladi seni. Siz qarang, bu tomonga umuman e'tibor bermaysiz. Siz zonani olib qo'yasiz H4 da. Bu tomonga umuman qaramang. Siz asosiy qaraydigan joyingiz mana bu точка bo'lsin mana. QM hosil qildi. Zonaga keldi, bum, sel. Ko'ryapsizmi? Tushundim ustoz. Rahmat. H4 zona olgandan keyin chap tomonga umuman qaramang. Siz mana bu tomondan kirasiz. Bu tomondan savdo qilmaysiz-ku. Shunday. O'zi ham idealniy kirib chiqib ketgandi. Ha. Tilla qayoqqa ketdi? Tilla tepaga chiqib o'tdi shekilli. Qayshamda yuribdi. Yaxshi, hali chiqib ketdim. Pastga tushganda. Tekni oldimi? Ertaga yana Kun bo'yi yomon qiynadi-ya. Yo, hozir retestini beryapti bu boya ustoz tushuntirganingizdek bo'lyapti. TVXda tushuntirdingiz-ku, yana bir qaytib keladi dedingiz. Ya bu bo'ldi, yurib Yo, normalniy yurdi-yu, 260 punkt yuribdi-yu. Ustoz, bugungi tema nima bo'ldi? Ertaga gol tanasi qilamiz. Zapis bo'ldi hammasi. Bo'ldi. Bungi toshka avqotida o'tib bo'ldim o'zim o'rgatgan, o'zim toshka avqot qiladigandan mavzularni. Tak, qaranglar, gol tanasi qilamiz. Gol drop base drop zona turibdi hozir. Bu supportdan bir qilib ketish kerak ertaga. Yana sel. Lanchatay holati. Tak. Har doim drop base drop bo'ldimi? Pastdagi supportini bir qilib ketish kerak. Ko'ryapsizlarmi? Alo. Da. Ha, ko'ryapmiz ustoz.
Bu qaranglar, drop bo'ldi, zonamizga chiqdi. Support hali bir kat qilgan yo'q, mana shu yerda yuribdi hozir. Buni ham bir kat ishlab bergan bo'ladi drop. Endi ertangi ssenariy. Tak, zonaga agar shu zonaga qizil switchga bo'lib yopilib bersa, keyingi switchga mana misol uchun mashinada qizil bo'lib yopilib bersa, keyingi switchga ozgina tepa shpilga tiqadi, ertalab dash yoqadi yana. Bu Delida aytyapsizmi hozir? Delida bu. Bu supportni bir kat qilish kerak. Birinchi take profit mana shu yerda bo'ladi. Mana shunaqa ssenariy ertaga. Nima uchun? Ozgina shpilga tiqib ketish kerak edim. Lanchatga olib qarasalaringiz. Lanchatga bitta liniya tashlaymiz. Lanchat holatni tushuntiraman hozir sizlarga. Agar deli shunaqa yopilsa, keyingi deli ozgina yuradi. Bum sel. Ikkita resistance hosil qilib ketadi mana shu yerda. Bu lanchatdagi holat. Shundan Bunaqada ertaga yashil bo'lib yopib berish kerak bo'libdi-da. Yo, agar bugun qizil bo'lib yopilsa, shunaqa ssenariy. Yashil bo'lib yopib bersa hozir ozgina tepaga chiqib keladi. Agar yashil bo'lib yopib bersa, ozgina tepaga chiqib keladi mana shu zonalarga. 35-55 zo'r qaytardi yana, ko'rdingmi bugun? Ha, Даже M5 da TVH bermadi, ko'rding? 35-55. M5 da 5 TVH ketib qoldi. M5 qaragin. Ya 55 nima? Mana shu anaqa tiqib ketgan joyini aytaman. 75. Ha, Mumkin. tamam. 73 dan 73 demas, sal teparoqdan bayim bor edi, 70 punkt yurib olibdi-yu. Hozir yopib chiqdim. Erta selni ushlaymiz ham. Ha. Delida mana shu zona to'g'ri kelyapti hozir. Ya, tak qancha chiqsa ham lekin sel-da bu. Ha. Ana seli ishab turibsizmi? Ya, men chiqib ketaveraman-ku. Yo, hali o tepadan ushlaganingiz bor-ku. Yo, Oybek-ku, Oybek o'sha o'tibdi. Ushlayaptimi? Ha, o'sha edi u. Yaxshi. 1,5 punktlar ushlab turadi. Ertangi ssenariy mana shu. Da, shunaqa bo'lishi kerak. Ham yorib ketsa bo'ldi-da. Bugun Ha. qaytargan joyini. Sel. Ertaga yorib ketadi endi. Weekly mazami 23-20. Ustoz, Dальше. Oh, eshitaman aka. Alo.
23-20 gacha yana 500 punkt bor ekanda, Siroj. Fignada. Ha, tillaga. Bir kunda ham yuraveradi. Hmm. No farman bu ekan bu haftami? Bu hafta kakras oy yangilanadi lekin. Foms ko'rdimi? Chorshanba kuni va juma kuni. Ha, oy tugaydi-ku bu hafta. Oy tugab yangi oy boshlanadi bu haftada. Qonta keladi deydi. Kakras jumaga to'g'ri kelyaptimi? 500 tushib beradi bu. Bitta qizil yasab bersa, vaqti cho'tki ish bo'lib ketardi, mana oylaydi bu. Bilar lekin. Qizil bo'lib yopilishiga lekin ishonsa bo'ladi, bor-ku. Ish beradi. 500 mi mana shu qizilgacha? 500 ekanda. Shunda yo'q bersa, dalchi selishamiz keyin. Ha, qizil shipilki bo'lib qoladi mana bu. Ketdi keyin tek profit mana bunga. Qo'rqinchli chizib qo'yding-ku. Ha, tillan tarix. Kelajagi tarix nima? Bu sen bir dekabrlargacha chizib qo'yding deb buni. Ha, Kakras yilli kakras shu 2000 da yopishsa, yilli yopgandan keyin yana o'tadi-da tilla. Ketdi yana dash tepaga, bayga, kengaga. Yanvardan boshlaydi. Ha. 100% yil yopishga bo'lib tushiradi-da. Tillani. Ha. Shunga to'g'ri kelyapti o'zi. Shunga to'g'ri kelib qoldi-da. Уже nima bu yog'iga? Уже avgust. Bu yog'i 3 oy. Ulug'bek aka kommentariy berib keting hozirroq, nimaga yilni yopishga tili tushish kerak? Nimaga asosan? Bu fundamentalda aka. Hamma masalan banklar boshqanaqa yil yopiladi-yu, o'zi bari отчетность bo'ladi-ku. Ha. O'shanda tillarni bular narxini pastga tushirib berishadi. Nimagaki qimmatdan yopmaydi-da. Ketib qoldi. Sizga qisqa va lo'nda qilib gapiryapman-da. Hozir bu yerda ko'p narsa bor-da. Просто отчетностьni yopish uchun tillarning narxini ular tushirib berishadi, по-любому. Arzon narxda tillarni sotib olib, o'sha yamalarni to'ldirib yopishadi-da. Bu butun dunyoga tegan kasal. Butun dunyo ham har safar mana shu dekabrlar oylarini qarab chiqsangiz, har doim tushgan bo'ladi tillar. Yil bo'yi ko'tarilgan joydan dekabrga qarasangiz, har doim tushgan bo'ladi-da. Bitcoinlardan savdo qilmaysizlar bittalaringizdan. Ha? Bittalaringizdan Bitcoin bilan savdo qilmaysizlar, faqat tilla-ya. Asosan demoqchi. Yo'q, oke, bo'ladigan chiqsangiz-chi, qanaqa deysiz? Yo'q, so'rayapman qiziqib. Hazillashaman mana. Endi kimga to'g'ri kelsa qanaqa-da? Bitcoin bilan keyin shug'ullanamiz, 150 mingga chiqsa. Grafikini analiz qilib ko'ryapman. Umuman tilla bilan to'g'ri kelmayapti-da, bir-biriga to'g'ri kelmay qolyapti. Hech вообще umuman boshqacha. Tilla bilan bu boshqa narsada, boshqa narsada aka. Bitcoin alohida temada, kripto boshqa temada. Bitcoindan ishtaysizmi? Men qiziqib bir-ikki marta kirib ko'ryapman, faqat stop yeyapman-da, tushunib olmayapman, lekin Bitcoin haftada 7 kun to'liq ishlaydi-ku. Tillada ham yaxshi analiz qilyapman-da, tillada psixologiyam yetishmayapti, o'sha kamchiligim bor meni hali. Meni hali praktikada-ku men. Siz paraga o'ting. Para bularga bitta para anaqa ber. Funt yen emas faqat, USD yen emas. Dollar aralashmaydi. Gold aralashmaydigan bo'lish kerak bunga. Nimaga volatilность kam bo'ladimi, o'shaning uchunmi? Ha, volatilность ko'tara olmaysiz-da, masalan, noto'g'ri kirib qolsangiz bugunga o'xshab yana ketib qoladi-da.
Shunday. Sizga Bolli Tixi yoki Osiyoda maksimum Yevropada anaqa savdo qilishingiz kerakda. Amerikani ko'tara olmaysiz. Amerikada mana shu yaqinga borib keladi. Aksiyalar qanaqa? Alo. Indeks aksiyalar. Endi aksiya boshqa tema mumkin. Ham boshqa tema. Aksiyalarni Aziz Xalik tushunadi yaxshi. Anaqani bir aytishga bor edi-yu, Siroj, davlatchi. Ha, Davlat Osiyo bilan Yevropada zo'r ishlaydi, Amerikada chiqib qo'yadi bor har doim. skalpingda zo'rda. Skalpingda Osiyo bilan Yevropada rosa itarib yuboradi, lekin Amerikada kun bo'yi itargan anaqasini berib qo'yadi-da. Ishlayaptimi hozir davlat? Yo'q, ketdi-yu. Yo'q, ketdi. Instagramda ham. Yo'q, ketdi. Uylanmadimi? Bo'lishi mumkin. Gaplashmaysanmi, yo'qmi?